Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut şirketida ovoz qilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. 8-bob. Amalga oshmagan suiqasd. Bu yil kuz to'limi sexiylik bilan keldi. Yakan daryosi bilan Qorshahar daryosiga kelgan o'rtarhol kelkunni hisobga olmaganda boshqa daryo yiqillarda ancha toshqin bo'lmadi. Yoz faslidagi alvak suv va ziyoda yomg'ir yeshindan xoli havo Saidiya tasarrufidagi zaminlarning dehqonchilikdan mo'l hosil elishiga sabab bo'lgan edi. Bug'doy qo'noq xomillarda, qo'g'un tavuzliqlarda, bog' baranglarda bir yillik emgakning miyig'izini chaqqan dehqonlar bu yil Alloh taolaning rahmati yog'di. Sultan İsmailxon zamoni osoyishlik, yaxshilik, to'qchilik, ma'murchilik bilan boshlandi deyishadi. Demasimi, Büyük Tangirteg'ining janub shimolidan iborat ikki bo'stonliqni almisoqdan tortib makon tutib yashab, avloddan avlodga tirikchilik qilib kelayotgan emgakchan, mard, oq ko'ngil Uyg'ur xalqi yaqinqi 8-10 yil ichida beshidan nurg'un issiq sovuqlarni o'tkazgan edi. Tangirteg'ining janubidagi bo'stonliqdagi xalq qish atiyozda qurg'oqchilik va bo'ron ofatiga uchrab, bir tomchi suvga zor bo'lsa, yoz va kuzda dahshatli kalkun ofatiga uchrab, hayoti va mol mulklaridan ayrilib qoladi. Tangirteg'ining shimolidagi bo'stonliqda bo'lsa, qishda qor ofati, atiyozda kalkun, yoz faslida chekatga, kuzda mo'ldir ofati bo'lib turadi. Saidiya saltanatida o'ltirgan xon sultonlar har yili xazindan nurg'un pul xarajat ajratib, suv inshooti qurilishlarini elib boradi. Kalkun faslidan burun daryo iqillarni putilib, eriq o'stanglarni qaytadan chepib, to'mi to'smalarni yengilaydi. Ombor ko'llarning dombillarini putilaydi. Shunglashqimi Saidiya saltanatida ko'kvishilik martabasi yuqori darajalik mansab hisoblanadi va bu martabaga xon jamoatidagilar yoki xonning eng ishonchlik amirlari tayinlanadi. İnsoniyat tarixida tunji kashf qilingan suv tugmini butunlay umumlashgan bo'lib, eng chat bulun bilqoqlardagi kanit qishloqlardami tugman tepiladi. Maxsus tugmanchilikni tarixchilik kasb qilib, yaqin bo'ylarga birer yüz tosh tugman cho'rib, kishilarning unini tortib berib, beyib ketgan boylami xilili bor edi. Ko'z faslida dehqonlar ziraatlarini xomallariga chashlagan mezgillarda tugmanlar boshqacha ovotlashib ketadi. Ko'z va qish faslida tugmanlarning ovotlashganligi yoki cho'ldarab qolganligiga qarab, dehqonlarning shu yillik g'usulning qandoq bo'lganligiga hukm qilib bo'ladi. Saxovatlik ko'z oylarining birida 200-300 ga yaqin so'fi darvishlarni agashtirib, Sultan Ismoilxonning huzuriga ziyoratga borgan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon Tozg'un, Yupurg'a, Terim qatorliq cho'ngroq yurtlarda birer 2 kundan turib, bu yurtlardagi muxlislar bilan didor muloqotda bo'lib, halqi suhbat, jarri samo so'rini tuzib, suluk targ'iboti ilib borg'ash yo'lga chiqqan edi. Mana bugun Ishon pirining muborak foyi qadamlari yetadiganligidan xabar topgan shehidton xalqi Tugmanchi Abdukarim boyning Yakan daryosi bo'yidagi tosh tugmini joylashgan to'pilikdagi saynaga dasturxon silib, yo'liga talmirib turishadi. Hidoyatulloh Ishonning qiynog'isi Abdu G'upurbek 2 mo'zay, 20 qo'y so'yib, 10 qozonda dosh qaynatib. Ishon pirining kelishini kutib, bu saynaga yig'ilgan 3000 ga yaqin shehidtonlik suliki ishqiya murtlari g'ujmak bo'lishgancha doq yerda o'ltirib, hum deyishgancha zikri aytishyapti. Saynaning to'rt tarafiga selingan kigiz ko'rplarning ustida mo'lliq etib o'ynayotgan kapsiz bolalarni so'ngla pat-pat varqirab, hayviqib qo'g'ilib etadi. Kapsiz bolalar parti qilib qachatdi-da, yana birdamdala ko'rp kigiz ustida mo'lliq etishadi. Abdug'upur bey, Abdukarim boy, Polt xalifa, Musa So'pi qatorliq bir qism yurt mo'tavarlari jigida, so'gat, to'g'roq, suvodan teraklari orsidagi yo'lga pat-pat bo'yindab qarashadi.
keladigan qarali bo'ldi, yana kelib qala deyishib, ko'ngillarni ovundirishadi. Yekan, qumush va alliqandoq suv o'simliklar orasidan shildirlab eqib, to'van tarafdagi 20 tosh tugmanning choqbiligini guldirlatib aylantirib turgan o'stang bo'yidagi qari sugatlarning soyasida tag'ar-tag'arlab qo'g'in tovuz, sevat-sevatlab olma, omut, nashbut, anor, shaptulla dövlünüp ketgan edi. Öy-öylardan chiqqan chini qacha, legan tovoq, ejir oyoqlarni ayollar o'stang suyida pokiz yuyib taxlab qo'ygan edi. Qo'l suyi elish uchun hozirlab qo'ygan obtova chilabchilarmi birer yuz yurishdan oshgan edi. Chiqilib, Xo'ja Hidoyatullo Ishanni kutib olish uchun tayyorlangan bu so'rin xelali katta hasham bilan tuzilgan edi. Kun peshindan qayrilgan mahalda yiroqdan "O Allah, degan jarri sadosi anglandi. Bu ovoz bilan tang dal daraxtlik yo'ldan osmonga qo'yuq chang tuzan ko'tarildi. Sadolari barg'ansir kuchayib, shehidning osmonda haybatlik guldirlaydi. Chang tuzanlar osmonga xuddi bulutdek ko'tariladi. Shundaqli qargan kishiga bu ko'rinish shehidning ziminiga xuddi bir to'p bo'ri qavan, jin Shoyatullo bostirib kelayotgandek tuyg'u beradi. Keldi. Hazrati Saidul Azam Xo'ja Hidoyatullo Ishan piri buzurgimiz yetib keldi ayna. Dedi Abdug'o'pirbek dast o'rnidan turib hayajonlangan holda. Yiroqdan divarab kelayotgan bir to'p olomonning qarisi ko'rindi. Abdug'o'pirbek, Abdukerimboy, Palt Xalifa, Musa Sufila olomon tarafga qarab, boshlaridagi do'ppillarining tushib qolg'ini qaramay yugurishdi. G'ujmak bo'lib o'tirishgan shehid dongliklar birrida o'rinlaridan turishib ularga ergashdi. Shehidning bostirib kelayotgan olomonning oldida Xo'ja Hidoyatullo Ishan oq org'umoq ustida mag'rur o'tiradi. Uning orqasidan kelayotgan xalifa Sufi darvishlarning 20 nachisi otliq, qolganlarning 20 eshaklik, 20 piyoda edi. Yo'l azobi va ochlik ularni xelili charchitayotgan bo'lib, to'limi horg'in ko'rinadi. Ular oldiga yugurishib kelayotgan shehid dongliklarni ko'rib, horg'inni unutib, jinining baricha jarri tortishga boshladi. Sho'rliq yerda gulib tasab, birida o'ng yonga, birida so'l yonga cho'rgilab, har tortishmoq usulini o'ynab samo serishdi. Oyoqlari ostidan ochiq sho'r to'plar pur to'zib havoga ko'tariladi va dimoqlarni echib turadi. Bu sufi darvishlarning usti-beshi, yuz ko'zi, soch soqollari, hatto bo'yin quloqlariga bir elik to'p qo'ngan edi. Ovozi pitib, qarqirib qolgan hofizlar jinning boricha hukumat o'qiydi. Boshqalar uningga moslashib jarri tortadi. Bende neçe yaşsı ölmeki var, gevher közüge bir gün tuproq tolmaki var, bu dünyada sefer kılgan kelmeki var, ahiret sefer kılgan kelmez demiş. Allah, Abdug'o'pirbek, Abdukerimboy, Palti Xalifa, Musa Sufila o'rkirib yig'lashganicha oq org'umoq ustidagi Hidoyatullo Ishanning o'zanga dastlab turgan o'tikini, to'nining pashlarini biri-biridan qizg'inib turib suyishdi. Ularning orqasidan divarib kelgan kishilar bir-birini qistishib, ittirishib, Hidoyatullo Ishanning oyog'ini, to'nining peshini suyishga, ko'zlariga surtishga intiladi. Qo'rshovda qolgan oq org'umoq bu qistonchilikda izida turolmay oldi keyniga, o'ng so'lga mo'ldirlaydi. Kishilar to'pi talvillarcha cho'qon soladi. Hidoyatullo Ishonga bas-basta madiha tilaklarini bildirishadi. Hormag'aylar turul haq. Qutqul aqdobimizning poyi qadamlariga muborak. Ammo yo'l beringlar yaralar. Ishon pirimning o'sangisini ko'zingga surtib olay. Sultonul Muhaqqinning jamoliga qilib olay. Valiyulloh xo'ja. Oq org'umoq ustida Hidoyatullo Ishon atrofni o'rib olgan murtlarga ikki qo'lini ko'ksiga elib ehtirom bildiradi. Ko'rish uchun oridek suzilgan qo'llarga qo'lini chalib-pulib tekkizadi. Shu topda otliq uzoq yo'l yurib,
teqinlari uyushib ketgan ham qo'rsqi echib ko'karab ketgan Hidoyatulloh Eshonning otdan tushib, yumshoq ko'rpa ustida toza bir ig'nab yetib olg'isi bo'lsa-mu, ammo atrofidagi shunchola murtlarining ko'rsatayotgan ziyoda hurmat e'tiqodidan uyilib, chiroyiga yolg'on kulki yugurtib turishga majbur bo'lyapti. O biror amal qilmasa, otdan tusholmaydiganligini his qildi. O'ng tarafida 2 qadam yiroqda turgan xalifasi Molla Soqiga qarab ko'z ishorasi qildi. Xo'jasining har bir chiroy ifodasidan o'y xiyollarini bilishga odatlangan Molla Soqi Eshonning maqsadini darhol tushundi. O'zangiga dasab ot ustida o'ri bo'ldi va divarib turgan olomonga varqirab turib so'zladi. "Ey shehidlarning yaranlar! Sabr qilgaysizlar. Uzoq yo'l yurib, Eshon pirimizga hordiq yetdi. Qutbul aqtabimizni oromgohga boshlagaysizlar. Oromag'ash didori muloqot bo'lgaymiz." Molla Soqi xalifaning so'zlari Abdug'o'pirbek qatorliq shehidning mo'tavarlariga ta'sir qildi. Ular Eshon xo'jasini texnikan atigandan beri tayyorlagan so'ringa boshlamaganligini esiga olishdi. Atrofidagilarni vaqirab jimiqtirdi. "Xo'sh, Eshon buzurglarimizga yo'l beringlar." Abdug'o'pirbek oq arg'umoqning cho'lvurini bo'yniga selib turib, odamlar to'pidan yo'l ochdi. Abdukerimboy, Tolt xalifa, Musa Supila oq arg'umoqning yaylig'i, Hidoyatulloh Eshonning oyog'iga esilib maqdi. Tugman bo'yidagi saynoga yetib kelgandan keyin Hidoyatulloh Eshonni yo'lashtirib degidek otdan tushirdi. To'rt tarafdagi qo'shlab silingan ko'rpaga taklif qildi. Eshonning o'ng tarafidan shehidning mo'tavarlari, sol tarafidan Molla Soqi qatorliq yuqori darajalik xalifalari va suluk targ'ibotchilari o'rin oldi. Boshqa so'fi darvishlar va shehidlik mutlami kigiz yetishganlari kigizda. Kigiz yetishmaganlari doq yerdala yumaloq so'rin tuzib o'rin olishdi. Hammalar joylashib o'tirib bo'lgandan keyin Eshon duoga qo'l ko'tardi. Onun ergişip hamma odam olqinlarini juplab egiz ko'tarishdi. Eshon ovozini o'nlik chiqarib turib, shehid to'nidagi barliq murtlarga uzundan uzun duo qilib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb olqinni yuziga sepdi va qaytadan esallik so'radi. Duodan keyin yuzlagan obtuva chilopchilar harakatga kelib, qo'l suyi ilinib, dasturxon selindi. Yüzlegen odamlar legan-leganlarda qo'g'in tovuzlarni, olma, amut, shaptul qatorliq yel yemishlarni dasturxonga to'shishdi. Onunga ulapla har bir leganga 9dan tizilgan nonlar dasturxonga qo'yildi. Chashkaq vaqtidan beri qaynab, rasa pishib, titrab turgan 2 mo'zayning go'shti tortildi. Butun pishirilgan 20 qo'yning uchi yo'g'on kasanlarga selinib, Hidoyatulloh Eshondan boshlab ma'lum orliq qoldirib dasturxonga keltirildi. Shehid to'ngliklar butun pishirilgan qo'yning go'shini ushtatdiq deyshapti. Eng hurmatli mehmonlardan biri qo'yning go'shini parchalab, nonning ustiga elib taqsimlab beradi. Parchalangan go'shning cho'ng kichikligi dasturxonda o'tirgan mehmonning nufuz obro'yi qarab belgilanadi. Eng oxirdagilarga mo quyruq maydan biror to'g'ram taqsim bo'ladi. Dasturxonda bir cho'gin choy qaynamichilik vaqt jimjitlik hukm surdi. Faqat odamlarning go'sht yeyotgan vaqtdagi shalab-shulub, malash-malashlarini angladi. Mehmon kutishga mas'ul bo'lgan biror yuzga yaqin shehid to'nglik murtlar dasturxondagi shapoq-shupuk, so'ngaklarni elvetib, yangidan pichilgan qo'g'in tovuzlarni, pokiz yuyilgan olma, amut, shaptullarni to'liqlab turadi. Aradan uzoq o'tmay Eshonning oldiga dori darmaklar selib, sindirib pishirilgan zig' kavobi keltirildi. Eshon takallufsizda kavobdan 7-8 zig'ni siyirdi. Kar qilib ketdi. Maylashgan qo'llarini Abdug'o'pirbek uzatgan yepak ro'molga oldirmay sirtdi. Demak, Eshon to'ygan edi. Boshqa so'pi darvishlar tirnoqlari va baklarining uchi bilan tishlarini ko'lg'ash, bizga biror 2 zig'dan kavob iltifot qilishgan degan ta'mada ko'zlarini o'choq beshiga tikishadi. Kavobdan umidini uzganlari qo'llaridagi may yo'qindilarini avval soqol burutlarga,
Ondan yuzlariga va to'ngra besib qoridab ketgan belbog'larga sürtishdi. Hidoyatulloh Eshon o'ziga barliq vujudi bilan tikilib turgan shehidlik murtlarga to'liq so'zlab yodqa bo'lib ketgan nutqini boshladi. Shehidlar ulug'larimizning nazari tushgan muqaddas yurtdir. Shunga bu yerda avliyo mashoyixlar g'oyibdan patpat paydo bo'lib, ahli sulhdagi mut yaralarning ish ahvollaridan xabar tepib, muborak nazarlarini tashlab duolarda bo'lib turadi. Ostona hijratiga niyat qilishdan ozkam bir hafta ilgari Hazratdagi Padaru Bözürük mazar podshohining qabrisida etikobda o'ltirib, shundoqli bir kashfu karomat qildim. Ko'zni yumib ochqicha o'zimni olamiy mulakutni ko'rdim. Eriqlarda abi zamzamda iqib turgan bog'u eramni shundoq aylanib ketib bo'lsam, Babai Bözürük Maxtum Azam Sajjada Nishin Valiyulloh hazratlari farishta malaikalar bilan muloqotda bo'lib o'tirgan ekan. Berib ular salom berdi. Bir pas muloqotda bo'lgandan keyin tuyuqsiz Babai Bözürük hazratlari so'rab qoldi. Ey farzand, shehid to'ndagi ahli sulh yorarlar bilan ko'rishdingizmi? Yo'q deb javob berdim men. Javobimni anglab, Babai Bözürük Valiyullahning muborak jamolini norozilik bulutlari qopladi. Bilinki ey farzand, shehid to'nda Allohning inoyatiga muyassar bo'lgan bisyor yorarlarimiz bor. Ul yorarlarimiz kecha-yu kunduz siz Qutbul Aqtab Bözürükvarning jamoliga tashna bo'lib, yo'limizga talmirib turmoqda. Ular fani dunyoning kuchak puliga arzimaydigan maishatlardan kechib, saodatman sulki ishqiy yo'lni yuraklarga javob qilib, sizning peshingizni tutgandir. Berang, ular bilan didor muloqotda bo'lib, tilaklarini ijobat qiling degan. Babai Bözürükning bishoratini anglagandan keyin darhol tayyorlik qildim. Shehidga qarab yo'l oldi. İnşallah, mana hozir siz murtlarim bilan didorlashib o'tiribdiman. Hidoyatulloh Eshon nutqiga barliq sezgillarini ishq selib, anglab o'tirgan murtlarga qarab davom qildi. İnsonga barliq baloy ofatlar nafsidan keladi. Mol dunyo yig'moqlik, ish o'qat qilmoqlik, bu dunyoning rangvoz maishatlariga berilish, rohat farog'at qo'g'lishish, so'latlik igin kiyish, yasinish, tarnishning hammasi insonni nafsi balasiga boshlab boradi. İnson nafsini o'z erkiga qo'yib gumrohlikka qolar. O'shnisiga hisobsiz gunoh kabirlarni ortib olar. Nafsi shayton insonni ikki tushuk orqali ozdiradi. O ikki tushuk inson badanining yuqorgi tarafidagi tushuk bilan ostinqi tarafidagi tushukdan iboratdir. Yuqorgi tarafdagi tamagar tushuk egisini yeyish, ichish, tekishga har qachon vasvasiga solar. Bugun buni yedim, erta uni yesam, uyguni buni yesam degan noshukr xiyollarga asir qilib, pir buzurukni, so'lik irodatlarini unutildirib, ostingi tarafdagi baloga tushib bo'lib, egisini ayol zotiga soqol tashlashga, xotun elishga, jimo lazzatlaridan huzur elishga qiziqtirib, musiqi mug'anni, o'yin tomosha, bazmi mashrablarga asir qilib, mana bu suratan judoliq, botinan to'linib puchak maishatlarga baloga tushishning kayniga kirib, beqaror bo'lgan insonlarning iymoni sutishar, sulki tariqatdan chatlashar. Shunga baloga tushib talab qilgan jimo lazzatlariga chak qo'ymoqligi, faqat ish-kiyimi bilan oziqlantirishga munosib tanni huzurlantirmasligi, lazzatlantirmasligi, balki jazolamigi, azoblamigi vojibdir. Agar kimasiki vujudidagi ashu tamagar tuyushik bilan balogar tuyushik talab qilgan lazzatlardan kechib, fani olamning maishatlariga ko'z qirini solmay, ish o'g'illari misoli g'orlarni, ko'ni tomliqlarni, mozorlarni, tashlandiq go'rlarni, go'laqlarni vatan tutib, saodatman sulki ishqiya yo'lida o'zini pido qilsa, halq suhbat, jarri samolarga mashg'ul bo'lsa, haqqi yetib 8 jannatning oshqushini qo'liga olg'ay. Bu vafosuz olamda tamagar tuyishni cheklaganligi uchun boqiy olamda bir luqmasi bu olamning 1000 luqmasiga barobar keladigan maishatlik g'izolarga eg'iz takkak va bir belida bir buqining, bir putida ikki to'gining kuchiga barobar kuch-quvvat zohir bo'lgan.
fani olamda balogar tushishni cheklaganligi uchun boqiy olamda 8 jannatdagi har tongla saharda bir qitim qizlig'iga yenib turadigan hur farilar bilan jimo lazzatlaridan huzurlangan. Xulos kalam. İnsanning vazifasi nafsidan kechib, haqqi yetib, abadiylikka erishishni istamakdir. Bu maqsadga yetish uchun tanni jazolamak, jahonning barliq huzur halovatlaridan tanni mahrum qilmoq lozimdir. Hoca Hidayetullah İşan'ın uzundan uzunga so'zilgan mas'ul ma'rufi, so'lik targ'iboti namoz degar vaqtigacha davomlashdi. Shehid to'ngliklar bu targ'ibotni anglab, nafsining kaniga kirib, jahon maishatlariga berilgan gunohi kabirlardan qattiq cho'chib, jannat yuzi ko'rilmasligidan vahima yeb, pushaymon yoshlarini to'kib, etib ketishgan edi. Hammalar o'zdan suyda taraf erishgandan keyin Hidayetullah İşan'ning imomatchiligida mushu saynadala degan namozni o'qishdi. Namozdan keyin Molla Saqi xalifaning yetakchiligida halqi suhbat surini tuzib, jarri samoga tushib ketdi. Hofizlarning jarangliq, ammo to'limi mo'ngluq hukumatlari atrofga tashri tarqaladi. Sofi darvishlarning hum o'lari şehritning osmonda hayvatlik guldirlaydi. Tamomiy dibidek so'ringa tushib, samo serishib, har tortishmoq usuli o'ynayotgan mutla Sofi darvishlarning eng qo'pol ham eng nozik badan harakatlarini so'psizlik osmon gumbazida esilib turgan to'lun ay ko'mish nuri bilan to'liq yo'rtib turardi. Nafsi yo'liga kirgan kishi rasvo bo'lur, yo'ldan ezib teyib, to'zib gumroh bo'lur. Yas qopsa shayton bilan hamra bo'lur, nafsing yiqil, aybat kirdar. Allohim. To'lun ay parqiraydi. Hukumatlar mo'ngluq jaranglaydi. Jarri samola palakni quchatdi. Minglagan so'pi darvishlarning yerga o'lib tashlashlardan to'zigan ochiq to'pchanglar qo'yuq tutak paydo qilgan edi. Barliq vujudi bilan jarri samoga tushib ketgan bu kishilar shu taqda o'zini, hatto ishon peri bo'zurikni unutib qolgan edi. Shu taqda Hidayetullah İşan qiynalisi Abdug'ufur Begning katta qo'rosidagi hashamatlik mehmon sarayida qo'shlab selingan ta'tillar ko'rpining ustida tay yostiqi yo'langunicha Abdug'ufur Beg, Abdukerim boy, Polt xalifa, Musa Sufi qatorliq yaqinlari bilan neshchi kishiyotdi. Dostxon yog'liq to'qash, dumlab pishirilgan qo'zi go'shi, o'g'loq, boshqa kavpi, o'pka hesib, qo'g'un tovuz va har xil ho'l quruq yal yemishlar bilan to'lib ketgan edi. Bo'ldi degicha yeb to'ygan mehmonlarning dostxonga qarashga hafsilisi yo'q edi. Chilin ikki oylanib bo'lganda Abdug'ufur Beg sal tortinib borib Hidayetullah İşan'dan so'radi. Uzundan beri ichishga ko'zim qiymay saqlab qo'ygan bir necha ko'zi sharab bor edi. Bilmadim. Pari bizirkimning tavbamiki. Sharobning gapini anglab Hidayetullah İşan'ning gelin xazinasi. Iltifatning cho'ng kichigi yo'qdir. Sahib xonning ko'nglini qaytirish mehmon uchun adabsizlik bo'lar, dedi Hidayetullah İşan. Abdug'ufur Beg malaylariga buyurib, dastonga 3 ko'zi sharob keltirdi. Sharobga azroqdan apigin silib etgan edi. Necha vaqtdan beri ichib toza kishinib qoldi deyman, dedi Abdug'ufur Beg ko'zidagi sharobni oypon piyolaga to'kib Hidayetullah İşan'ga uzatdi. İşan sharob piyolasini qo'liga oldida tuzut qilib o'ltirmayla leviga tekkizib, simirib ichib etdi. Rastilla insul sharobga, dedi İşan bo'shigan piyolani qiynog'isiga tanglab turib. Odam mast bo'lgan chog'da ruhi ilohdan bexabar bo'ladi. Har kecha bedor bo'lib, Allohning jamolini seg'inadi. Vujudi ishqning hijronida o'rtinadi va har lahzada haqqi yetmakni xiyol qiladi. Kayib qilmoq bizlardek Allohning ishqida, hijron bayonida fidokorlik ko'rsatgan, bor hollarda ussab, yurak bag'ri chaq-chaq bo'lgan oriflarga durustdir. Shunga
Allah'ның ishqida nesh chekib ibodat qilsa, tilki oson ijobat bo'ladi. Mas mustag'raq bo'lib yurganda ondan husni mutlaqqa yiqilisha oladi. Buni vat ostanda uzoqroq turib qolalami o'piram. So'rdi Palti xalifa bo'ldiqlab sharab to'kayotgan piyolaga oshko'zlik bilan qarab. Hay, Dahri Sultan İsmail Xonning niyat iqboliga qarayman-da. Anlashimcha, Maxtumzoda degan mo'tat do'zixi o'lgandan keyin Sultan İsmail Xon o'l tunguzning kuchiklari bo'lmish ikki Maxtumzodani pir tutganmish. Hem qatilni tepib jazolashga va'da berganmish. Dedi Abdukerimboy liq sharab to'ldirilgan piyolani qo'liga olib. Bu ishlardan allaqachon xabardormiz, dedi Hidoyatulloh Eshon xotirjamlik bilan. Har holda o'z qo'limiz bilan bo'lmasimi, boshqalarning qo'li orqali Padaru Buzurg Mazar podshohining qon qisosini olgan bo'ldik. Dahri İsmail Xonning qatilini tepib berish va'dasi ikki Maxtumzodani go'llab bergan tasallisidir xolos. Qatilni ilmi g'aybda maqomiga yetgan odam bo'lgan taqdirda topolmaydi. İki Maxtumzoda bo'lsa to'limi go'dakdir. Ular Pari Buzurgning huddidan chiqolmaydi. Muxlislarining qadriga yetmaydi. Xon ul Maxtumzodalarga qo'l bergani bilan sulki Soqiyaga irodat qilmagan notoyi. Qutbul Aqtab Pari Buzurgim bizlarkim sulki ishqiya ummatlarining sultonil muhaqqinidir. deb madiha so'zlarini boshlab Musa Supi. Eshon pir dastigahimizning muborak poyi qadamlari yetgan joydan tonglo mahshargacha barikat ketmagan. Tutib qo'ygan yog'chi chinor bo'lib ko'klagan. G'azab qilganda yer zamin titrab, duoibat qilayotganlar g'azgacha, ammo majruh bo'lib qolgan. Qarg'ishiga yo'liqqanlar jahannamga safar qilgan. Pirim shundaqli bir kashfu karamat qilgan bo'lsa, u Dahri Sulton İsmail Xonning mulhid sulki Soqiya aqidasidan qaytib, saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmag'i, Eshon pirimga qo'l berib, oyoqlariga yiqilmag'i hech qancha ish emas. Musa Supining maqtashlaridan az hoshini yo'qotgan Hidoyatulloh Eshon hayajon irkilib keldi. Ayni mudda Palti xalifa Musa Supining Eshon pirining nazariga bakarak ilinib qilishdan qizg'anib, darhol go'ppanchilik qilishga boshladi. Qutbul Aqtab Piri Buzurgimiz ostoniga qadam bossa, Sultan İsmail Xon oliylarining ahli tariqatning nurliq yo'lini ko'rsatkichi saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmag'i, xuddi muni oyoqdagi oshdakla bizga allaqachon oya. Xon oliylari pirimga qo'l berdimi, bo'ldi. Butkul Saidiya tasarrufida sulki ishqiya targ'ibotini elib borg'imiz to'sqinsiz ham bemal oldi. O çağda sulki ishqiya murtlarini xar qilib mingaymiz. Lalni saylarni qo'g'lagandek sur to'qay qilgaymiz. Orqama orqa ichilgan apyun silingan kuchli sharob Eshonni obdal mast qilgan edi. Shunga o murtlarning bu so'zlarini anglab, yaqindan beri ko'ngliga pukib kelgan, muqimlashtirib bo'lgan maqsadini yo'shirmay davatdi. Xon sultonlarga pir buzurg bo'lish orqali sulh davritish niyatimizdan yandiq. Allah Taala o dahrilarga Saidiya tasarrufida avlod xon sulton bo'lishni peshonsiz kutmagan. Endi bizlarning bir navbatimiz bordir. Saidiya taxtiga bizlarning bezak bo'lg'uchimiz bor. İnşallah itqonlar kegaytirib, dedi Abdug'o'pirdek hayajonlanib. Al-haq murad maqsadlariga yetkaylar. Qutbul Aqtab, dedi Abdukerimboy. Javoblari yolg'iz ahli sulhdagi yoralarning sultonining muhaqqini bo'lib qolmasdan, butkul Saidiya tasarrufidagi barliq ra'iyatning xon sultoni bo'lishga munosib, dedi Musa Supi yog'limi tinlish qildi. Agar pir buzurgimiz mushu maqsadga qo'liq adolat shamshirini oldigan bo'lsa, bizlar kim xalifa mas'ullari bu yo'lda jinimizni tasadduq qilgaymiz, dedi Palti xalifa.
Büyük Saidiye xonligini aldırıp taşlaşdan ibaret bir şumniyet qadimiy yurt şehit döngde aşkarlangan edi. Sırtta halq söhbət. Jarri sama barğan sir qizib ketgan qut xazinasi. Uy ichida bo'lsa, kelgisi shum plan haqidagi orzu armonlar avjiga chiqqan edi. Ular ana shundoq paranglar bilan uch ko'zi sharobni pak-pakiz ichib bo'ldi. Mast mustavraq bo'lgan bu ishon to'plarning pos vujudi Allohga yetish armonlari bilan emas, Saidiya saltanatining taxtini tortib olish orzulari bilan o'rtanmoqda edi. Qanday bo'ldi? Bo'sig'idan tortinib otlab, topsizlik qo'l bog'lab turgan qeyri xizmatkordan so'radi Abdug'o'pirbek. Ho'ylida saqlab turyotdi, deb javob berdi qeyri xizmatkor beshini tuvansa. Xizmatkorning javobini anglab, Abdug'o'pirbek Hidoyatullo ishonga qarab qo'l bog'lab turib dedi. Taraf Barat Sopi ismli bir murtlari uzundan beri İshon Pirimning duosini elishni ko'ngliga pukib kelgan edi. Bugun İshon Pirimning ulug'larning nazari tushgan shehidning zaminida Xudoyi qo'noq bo'lish niyatini bilib, bu yil 13 yoshga kirgan ojizasini qizlik ippiti bilan xizmatlariga topshirib duo qildirish niyatini peqirga bildirgan edi. Agar Pirim maqbul ko'rsa, nikohlab qo'ysak, Murtlarimizning talab hojatlarini rad qilish, Xudoning mesivini qabul qilmaslik, bizlar kim ishon piri buzruklarga joiz emasdir. Qani, marhamat qilg'ay, dedi sharob ta'sirida hayvoniy shahvati quturib turgan Hidoyatullo ishon kutmagan bu omaddan xo'shal bo'lib. Bara Sopi ismli 50 yoshlardan halqagan to'li əmgək qılğanlıqdan möhçiyib qalğan dehqon uyga kiribla Hidoyatullo ishonning oyig'iga yiqildi. Fikr umurtlarning arzimas ko'nglini qabul qilganliklari uchun rahmat, deydi u ko'zlaridan taram-taram yoshlarni to'kib. Ishon olqinni juplab Barat Sopiga uzun duo qildi. Duosida ikki olamlik tog'dek savoblarni, 8 jannatni, arshi muallaqni, Haviz Kavsarni va'da qildi. Duodan keyin Polt xalifa ishon bilan Barat Sopining qizining nikoh fatiyasini o'qidi. Abdug'o'pirbek, Abdukarimboy, Musa Sopi va Barat Sopilar guvoh bo'ldi. Ig'ir aliyatqun mahalda bir qitimliq duoning qurboni bo'lib ketgan, amdili 13 yoshga kirgan Narsida qizlik ippitining buzilish azobiga chidamay bar ovoz bilan chirqirib atdi. Bu echinishlik chirqirish vujuddan Abdug'o'pirbekning katta qo'rusi var. Qo'rudan butkul shehid dong osmoniga ko'tarildi. Texnichilar tugman oldidagi saynoda halq suhbat qizitayotgan Sopi darvishlarning jarri samo sadolari orasiga ko'milib qoldi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Xon yorliqiga binoan tutilgan 40 kunlik Maxtumzoda musibetini tamomlagan ostona rastlari yana qaytadan ovotlashib qizib ketgan edi. Juma vaqtiga ulgurib, necha yuzlagan Sopi darvishlarni agashtirib, ostonaga yetib kelgan Xo'ja Hidoyatullo ishon oltin darvozasi orqali ostonaga hayvatlik jarri samonlar bilan kirib keldi. Odul oltin masjidning oldiga kelib to'xtadi. İshon Pirining keldiganligidan oldin xabar topgan ostondagi sirki ishqiya mutlari oltin masjidning oldidagi saynoda saqlab turishgan edi. Ular İshon Pirini yiroqdan ko'ribla oldiga yugurishdi. O'zangisini, oyoqlarini, to'nining pashlarini suyishdi, ko'zlariga sirtishdi. İshon Pirining jamolini qayta ko'rishga muyassar bo'lganlik qo'shalligida ko'zlarini yoshlashdi. Hofizlar hukumatlarini o'qishib, Sopi darvishlar jarri samoga tushib ketdi. Oltin masjidning oldidagi bu sayna Hidoyatullo ishon ostonni tashlab qochib ketgandan buyon tunji qitim jarri samo sadolari bilan yana qaytadan qizib ketgan edi. Bugungi juma namoziga ulgurib ostonaga kirishni va oltin masjid oldidagi bu katta saynada jarri samo so'rinni qizitib etishni Hidoyatullo ishon alohida bosh qotirib planlagan edi. Chunki
Ostondagi eng cho'ng qabristonlik Keltanlarim va uningga yondosh bino qilingan xon jamoatining qabristonligi Oltinluqumning qishidagi cho'ng jamalarning biri Oltin masjidda har juma kuni Sulton Ismoilxondan tortib barliq ulug' qushaq o'rda arkonlari, katta boy, zardarlar va oddiy shahar fuqarolarigacha juma namozi o'qiydi. Namozdan yenib Oltinluqum va Keltanlarimdagi xon sultonlardan tortib oddiy avomning tuproq beshida duo tilovat qilishadi. Hidoyatullo Eshon mana shu aplik fursatni tanlab ostonaga qadam besib, Oltin masjidning oldidagi bu saynoda murt muxlislar bilan ko'rishib, o'zining surhayvisini, nom shuhratini namoyish qilyapti. Shunga u ilgirkiga o'xshash jarri samo so'rinni xalifa silik mas'ullarining boshqarishiga tashlab qo'ymay, shaxsan o'zi boshqarishga kirishgan edi. Necha o'nlagan hofizlar, xalifalar, silik mas'ullari Hidoyatullo Eshonni orig'i elib etishgan bo'lib, Eshonga agishib hukumat o'qishga kirishgan edi. Chiqsam tog'lar boshiga, chiltan bo'lsam bo'lg'aymi, Nushirvon odildek sulton bo'lsam bo'lg'aymi. Ağ bulutla ağdırsam, sansız yağmur yağdırsam, sır daraxtlar öndürüp, bostan qısam boğayma. Hüm Allah, hüm. Polat halkılık yüzlegen Safa ile hayvet bilen caldaqlaydı. Safayı halkıllardan quyosh nurunun val-vul uşqulları çaçıraydı. Cerri sadaları astana asminni lerziga selip güldürlaydı. Neçe ulug'an hofizning orsida Hidoyatullo Eshonning ham mo'ngluq, ham jarangliq ovozi alohida anglanib turadi. Tavrat ilmin o'qsam, to'ri sinog'i chiqsam, haq bilan rizo etishib, Musa bo'lsam bo'lg'aymi? Hum Allah, hum. Juma vaqti qistab qolgan edi. Samoga tushib qizib qolgan so'pilarning xili ko'p qismini halqa aketgan bo'lib, ular hammani unutgan holda hum deb og'zlaridan ko'p chachirtib to'lashganicha bir izida to'xtamay qirqirishadi. To'li cho'rgilab, besh qiyib ketganlari yerga pok yiqilishadi. Shu asnoda Sulton Ismoilxonning boshchiligidagi Amir Kabir Mirza Bobobek, Ostona amiri Mirza Avazbek qatorliq bir to'p o'rda arkonlari Oltin masjidining oldidagi saynoga yiqilib kelib qoldi. Buni ko'rgan Hidoyatullo Eshon "Avo" deb bor ovozi bilan nari tortdi. Bu Eshonning jarri samoni to'xtatishga bergan farmoni edi. Bir izzida to'xtamay pirqirab boshlari qayib, ko'zlari oldi chekman bo'lib ketgan, butkul ostona xuddi pirqirayotgandek to'yg'uga kelib qolgan so'pi darvishlarning qo'liqiga Eshonning buyrug'i kirmayotgandek qiladi. Molla Soqi qatorliq xalifalar so'ringa tushib, texnichilar jarri silib pirqirayotgan so'pilarni to'ritib, ittirib yurib to'xtatdi oldi. Saidiya taxtida o'ltirgandan beri bunchola ko'p odam ishtirok qilgan hayvatlik jarri samo so'rinni ko'rib boqmagan Sulton Ismoilxonga bu so'rin ham tasaddubi, ham to'limi dabdabalik ta'sirat qoldirdi. Va so'fi darvishlarning orsidagi beshiga yo'g'on oqsalla o'rib olgan, uchidagi oq shoyi yaktak ustida navot rang ro'mol chekib olgan, bo'lishib qo'yayotgan qop-qora soqollarini chiroyli tarab yostib olgan, ikki mag'zi chilondak qizil, tambal, so'latlik kishiga qiziqib nazar tashladi. Shu topda Hidoyatullo Eshon bilan Sulton Ismoilxonning ko'zlari uchrashib qolgan edi. Hidoyatullo Eshon bilan hozirgacha didor muloqotda bo'lib boqmagan Sulton Ismoilxon bu yo'chun kishiga ham qiziqish, ham gumoniy nazarda qarab qolgan edi. Bilqut xazinasi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon oshkish shu, dedi xonning qishib turgan Mirza Bobobek. Hidoyatullo Eshonning ostonaga ziyoratga kelishdan Qashqar amiri Mirza Haydar Davlatining o'rniga yo'llagan ma'lumoti orqali xabar topgan Sulton Ismoilxon Eshon bilan bu yerda bundoq yuzda uchrashib qolishni zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Ko'ngliga tukkan planlarning muvaffaqiyatli ro'yobga chiqayotganligidan ichida tantana qilayotgan Hidoyatullo Eshon murt muxlislariga aylantirib qarab odatlangan o'tkir nazarni Sulton Ismoilxon, Mirza Bobobek va Mirza Avazbekka bir necha daqiqa tikilib qarab turgandan keyin salmoq qadamlar bilan oldiga qarab maqdi.
İşanның өзі tarafga kelayotganligini ko'rgan Sultan Ismoilxon Ishonning oldiga qarab mengishdan o'zini aran-aran tutib turadi. Assalomu alaykum, ana hazratim. Ishon qo'llarini ko'hrigiga og'inicha xonga salom berdi. Va alaykum assalom. Sultan Ismoilxon Ishonning salomini ilik oldi. Ko'rish uchun qo'lni uzatdi. Saidiya xonlig'idagi bu ikki mashhur kishining ko'rishishiga atrofdagi minglagan xalq guvoh bo'ldi. Ular uzundan uzun omon esanlik so'rashdi. Suayil yulduzimiz, adolat pana, xonu xoqon oliylarining muborak jamolini har nafasda seg'inib kelgan edi. Mashallah, bugun didor muloqotda bo'lishga nasib qildi. Neçe vaqtdan beri bizlerkin sürki işqiya muxlislarının sultanul muhakkinini bolmuş pürü büzürükni adalet kılışlarının sayesinde aman isen saklap, ağıyarlarımızın zulüm tığlardan kutuldurup kelgenliklerine yiraqtın dua tesennalar bulup kelgen idim. Mani bugün öz zabanım bilen rahmet heşkallamını büzürüşke haq taala egen buyuruptu. Keminenlerinin hürmet iktiramını kabul kıgayla. Dedi Hidayetullah İşan. Uzak yoldan durup, köp әрәйсat kuzub koyuptu. Aslida Hazretlerinin dergahıga özümüzün ziyaretke berip, mulaqatda buluş niyetimiz var idi. Saltanat işleri bilen koyma aldıraş bulup ketdik. Dedi Sultan Ismoilxon. Undaq demegenler kıbdıgahim. Aslida allı burun kelip, aliylere salam veriş yolumuz var idi. Ama merhum cennet makan ciğenim Mahtumzade Hazretleri bilen aramızda ixtilaf bolğanlığı sebeplik astaniga qadam besibden tolumu ehtiyat tutup geldik. Aslida musulmonlar o'rtasida adovat saqlash joiz emas edi. Bu vaqtda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatlarga adovatni bir ko'nglakni yuyib obdab silib quritqichilikdan ortiq vaqt saqlash harom degan. Ammo ki bu ishlardan qibligahimning xabari bor. Hala bugungi kunda Mahtumzodimiz yaratgan egisiga bandichilik qilib, bizlarkin tog'ai bo'zayning yurak bag'rini dog'lab, bu vafosiz dunyodan ketib qoldi. Hidayetullah İşan hasratlangan holda shundoq dedi. Soqollarini yo'ndab hozi ichishga boshladi. "Va dariqa, bu meniki emasmidi qarindishim? Sizga o'z qo'lim bilan bir piyola choy tutib, o'rtimizdagi adovatni yuyishni ko'nglimga pukkan emasmidi qarindishim? Sultan Ismoilxondek bahodir xonlarni tashlab ketdingiz-ku qarindishim. Bu dardimni endi kimga aytaman qarindishim?" Hidayetullah İşan ana shunda qozi oshgunicha Sultan Ismoilxonning qo'liga esilib, o'rkirab yig'lab etdi. Atrofdan boshqa meshildigan, xirtildigan ovozlar anglandi. Keyin butkul saynoni yig'i kelkuni bosdi. Buningdan ta'sirlangan Sultan Ismoilxonmi ko'ziga noladi yosh oldi. "Sabr qilsa hazratim, baloga sabr, qazoga rizo debdi", dedi Ismoilxon Ishonga tasalli berdi. Xudo ol marhum zoti muborakning yotgan yerini jannat qilar. O cennet makan bözürknün kütüphani bolmuş ikki Mahtumzodimiz qani. Men ul aziz farzandlarni bag'rimga basay. Judolik hijronda dog'langan yurak bag'rimni asraqim bo'lsa, orom topqizay, dedi Hidayetullah İşan o'pkarab turib. Ikki Mahtumzodimiz texichilar jannat makan pari buzurgimizning muborak kutubxonasidan chiqmay, motamda turibdi deyman, dedi Sultan Ismoilxon. "O farzandlar bilan ko'rishishga imkoniyat bo'ladimi qibligahim?" deb tovanchilik bilan o'tindi Ishon. "Inshaalloh, juma namozdan yenib, marhum buzurglarimizning qasriga birlikda Fotihaga boramiz." Ular mo'ndashqash to'limu hayratlik silinib, hashamatlik bezalgan oltin masjidga kirdi. Sultan Ismoilxonning talibiga binoan Hoji Hidayetullah İşan juma peshin namoziga imomatchilik qildi.
Belqut şirketida ovozlanib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romanini bugun musharga anlatdi. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Dostlarning sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilipi, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birga birlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut